metan propan o'rnatamiz aksionerlarda. Hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum. Mana bugungi mashinalarimiz Cobalt mashinamiz propan Samarqanddan kelgan. Nexus 2 mashinamizga ham propan, bu ham Samarqanddan kelgan. Bu Cobalt mashinamizga ham Qashqadaryo. Bunga ham propan, uchoviga ham propan o'rnatib beramiz. Ichkaridagi mashinalarimiz Damas'ga 65 talik metan, Cobaltga 90 talik metan qo'yilyapti. Damas mashinamizga ustiga shunga qilib listga o'rnatib beramiz, tepasi yorilmasligi uchun. Taglarni gulchini pedelga qilib, akkuratni qilib joylab beramiz. Bu Cobalt mashinamizga tashqarida turgan metan balon o'rnatamiz. Chanalari avvalni chana qilib yemasligi uchun chiroyli qo'yib beramiz. Bularni ham tagini shunga qilib qo'yib beramiz. Bu mashinamiz yangi chiqqan, hozirgi 26 kuzov bilan chiqayotgan Cobaltimiz. Motori ham ozgina o'zgartirishlar kiritilgan. Miyasi Trekronix miyasi bo'lgani uchun bu mashinamizga avansi 32 ga 4 miya qo'yib beryapmiz. Avansi 32 ga 4. Buni miyasiga alprashga chiqmagani uchun avansi 32 ga 4 miya dan so'mga qo'yib beryapmiz. Cheki yonsa avtomatik o'chirish uchun. Gazda muammo bo'lmasligi uchun shu miyadan foydalanyapmiz. Bu Damas mashinamizga metan har doimgidek laydor reduktorlar bilan chiroyli qilib qo'yib beryapmiz. Cobaltimizni farsunkasi italyanskiy Royal farsunka. Hozirgi kunda paddelkalar ko'payib ketgan. Originaldan foydalanyapmiz. Reduktorimiz Adax reduktor. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.